2 million dollarga ega o'zbek jangchisi Mahmud Murodov. Samarqand zaminining ruhi bu kuch, qat'iyat va mehnat. Aynan shu fazilatlar O'zbekistondagi eng boy jangchi Mahmud Murodov hayotida yaqqol ko'rinadi. Bugun sizlarga ushbu jangchi haqida 3 ta qiziqarli faktni taqdim etamiz. Birinchisi, Mahmud Murodovning boyligi hozirda taxminan 2 million dollar. U 13 yillik faoliyati davomida MMA janglaridan 1 million dollardan ortiq daromad qilgan. Ikkinchisi, uning eng yirik g'alabali jangi 2025-yilda Andrew Sanchezga qarshi kechgan jang bo'lib, u yerda 93,500 dollar ishlab topgan. Uchinchisi, Mahmud Murodov 1990-yil 8-fevralda Dushanbeda tug'ilgan. Onasi o'zbek, otasi tojik millatidan. Ammo u o'zini har doim o'zbek sifatida tanitadi va faxr bilan men o'zbek jangchisiman deydi. Mahmud Murodov bu nafaqat ringdagi g'olib, balki o'z ustida ishlash, intizom va mehnatning ramzi. U samarqandlik yoshlar uchun ham ilhom manbai. Kuch, sadoqat va orzu bilan dunyo miqyosiga chiqish mumkinligini isbotlagan. Videoga like bosing, izohlar qoldiring va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.